EHA bo'lsa elektriskiy bo'lar ekan, EHA o'zi bo'lsa akalar dizelli bo'lar ekan. Ajratib olishni o'rganib oldim hozir. Biz Jack kompaniyasini karalar bo'yicha rasmiy distribyutorni ofisiga kelganmiz hozir. Ikki xil variantda, ya'ni dizelli hamda elektriskiy 2 tonnadan 5 tonnagacha karalar sotuvdan mavjud. Dizelnigida ham, elektriskiyda ham pakoviy smisheniyasi bor, konteynerniy rejimi bor. Kara ishlatadigan akalarimiz nimalarni sanab o'tganimni hozir juda ham yaxshi bilishadi. Hozirgi kunda oziq-ovqat omborlari hamda gigiyenik vositalar saqlanadigan omborlarda akalarimiz dizelli karalarda ishlatishmayapti. Butkul voz kechishgan. Faqat elektriskiy karalardan foydalanishadi. Nimagaki dizelli karada baribir bilasizlar, ortiqcha hid chiqariladi hamda ortiqcha tutunlar bo'ladi. O'shaning evaziga elektriskiy karalardan foydalanishyapti. Video ostida kontaktlarni qoldiraman, bemalol bog'lanasizlar. 2 tonnadan 5 tonnagacha hamda dizelli hamda elektriskiy karalar sotuvda mavjud. Rasmiy kafolatga ega. Kontaktlarni qoldiraman, bemalol xaridni amalga oshirsalaringiz bo'ladi.